eshitinglar. Do'stim, yoshlikka qaytganingda nimalarni o'zgartirarding? Birinchi o'rinda o'qigan bo'lardim do'stim, o'qigan bo'lardim. O'qiganga mazada. Bizni qara, usti boshimiz bir ahvolda, musofir yurtlarda xor bo'lib ishlab yuribmizda o'rtoq. Umr o'tib ketyapti shu stroykalar orasida. Buni qara. Kimlar bir ahvol, yeb ichish bir ahvol, turadigan joylar bir ahvolda. O'qiganga mazada baribir. Oppoq ko'ylaklarda, qora galstuklarda, issiqqina o'rnida, o'z ota-onasining bag'rida mazza qilib yuradi-da. Musofirlarga, bizga baribir o'qimaganlarga qiyinlar. Yuribmizda shu joylarda qorni qor demay, yomg'irni yomg'ir demay, ezilib, qora mehnatdan umr o'tib ketyapti-da do'stim. Yoshlarga nima maslahat berarding? Yoshlarga nima degan bo'lardim? O'zbekiston yoshlari, o'qinglar. Ertadan kechgacha PUBG o'ynab, koptokning ustidan yugurib yurish bilan foyda yo'q. Hozirdan o'qishni boshlash kerak. To'g'ri, oyligi kam, lekin uyingda, bola chaqangning, ota-onangning yonida mazza qilib yurasan. Bizga o'xshab betlar musofir yurtlarda ezilib, qora mehnatda ezilib o'tib ketmaydi umring. Dedam, men nima qilish kerak ekan? O'qish kerak. Dangasalik qilib, kompyuter o'ynab, telefon ko'rib yursa, orqasida keyin shunaqa holat bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun o'qinglar, xo'pmi?